Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Sharq Al-Maktum oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatda 2 xonali 3 xonali qilingan studiya formatdagi shikar uyimizni to'liq obzoriga yetib keldik. Eshikdan kirish qismi uyimiz to'liq avtorskiy proyektda ta'mirlangan, yumshoq mebellar qo'yilgan, jurnalli stolk oyoqdagi to'liq kafel qilingan hamda tepli pol ham qilingan. Bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan, televizor hamda svetlar qo'yilgan. Proyektni tushuntirib o'taman. Oshxonamiz, mehmonxonamiz, yotoqxonamiz hamda sanuzel xonamiz. Uyimizni mehmonxonadan kirishni boshlaymiz. Eshiklarimiz kazoy MDF eshiklar. Bu yer ham chiroyli, nafis rangda ishlov berilgan. Oyoqdagida eng sifatli eron gilamlar to'shab qo'yilgan. Bu tomonda TV zona hamda kichkinagina balkonchikimiz ham mavjud. Uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Hali xonadonimizda hech kim yashagani yo'q. Fayzi xonadonimiz 82 metr kvadratni tashkil qiladi. Bu yer esa yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz ham to'liq yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Endilikda oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz barcha uy bekalarining orzusidagi oshxona desam xato bo'lmaydi. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellari bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina, qirish mashinkasi, muzlatgich barchasi sizga bonusga. Bu yerda esa siz o'tirib ovqatlanish uchun zona ham qilishingiz mumkin. Hozirda trendda chiqqan bargimiz ham mavjud. Sanuzel xonamiz tepadan pastgacha kafeltelgan va rakvina unitaz barchasi mavjud. Eng sifatli aristonlar hamda sinetsiylar qo'yilgan. Manzil esa barchamizga tanish Sharq Al-Maktum restorani oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatda 2 xonali uyni obzorga yetib keldik. Ushbu xonamiz 82 kvadrat metrni tashkil qiladi. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.